Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolisa mana keyingi ishlarimizni ham bitkazib bo'ldik. 4 ta eshik qilganmiz. Eshiklarimiz 18 MDF mokriy svetda, gullari qora, glansli laklasib berganmiz. Hop, eshiklarimiz karnizlari fasoniga ham alohida baho berib bersizlar. Xudo xolisa yopiq fasonga juda ham chiroyli o'yilgan. 3 tadan oshiq mashinalari bor. Zamonlari. Eshiklarimiz ponni rezinkada, eshiklarimizni korobkalarini o'zidan qilib berganmiz, MDF dan 14 sm lik. Ichlari ham bir xil, xudo xolisa. Bekam ko'z chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerlar qo'yib qo'yamiz. Manzilimiz Andijonda, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, xudo xolisa. Qanaqa joyda bo'lsa ham dastavka qilib beramiz, kelish bo'lsak, o'rnataman bera olamiz. Eshiklarimiz 750 ming so'mdan qilib berganmiz kvadratini. Hamma yo'q ichida. Oynalar bo'ladigan bo'lsa, alohida hisoblab beramiz. Xudo xolisa aloqaga chiqa olasizlar. Chiroyli qilib xizmatinglarni qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.